Isroil va Eron o'rtasida yangi zarbalar almashinuvi bo'lib o'tdi. 8-iyun kuni Isroil harbiy havo kuchlari Eronning markaziy va g'arbiy hududlariga hujum qildi. Ushbu zarbalar AQSh prezidenti Trampning Netanyahuga qasos olishdan tiyilish borasidagi iltimosiga qaramay amalga oshirilgan. Hujum tafsilotlariga ko'ra, Tehron, Isfahon, Tabriz va Karaj shaharlarida portlashlar yuz bergan. Eron inqilobiy gvardiyasi Isroilning havodan uchirilgan ballistik raketalardan foydalanganini ma'lum qildi. Tehrondagi xalqaro aeroport atrofida havo hududi vaqtincha yopildi. Eron zarbasiga javoban Isroil Hizbulloh shimolidagi qo'mondonlik markaziga zarba berdi. Bayrutdagi hujum natijasida 2 kishi halok bo'ldi, 20 kishi yaralandi. Netanyahu Tramp bilan bo'lgan telefon muloqotidan so'ng hujumga buyruq bergan. Vaziyat mintaqaga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymadi. Saudiya Arabistonida raketa xavf sirenasi chalindi. Isroilda esa Yamandan uchirilgan raketa tutib olindi. Brent markali neft narxi 2.6% ga ko'tarildi. Osiyo fond bozorlarida esa pasayish kuzatildi. So'nggi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun Anxor.uz'ni kuzatishda davom eting.